Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan yurak ishemik kasalligi hamda uni keltirib chiqaruvchi sabablar haqida gaplashamiz. Yurak ishemik kasalligi bilamiz hozirgi kundagi eng dolzarb kasallik hisoblanadi. Bu xalq tilida stenokardiya, miokard infarkti shu kabi nomlar bilan ataladi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar bular hozirgi kunda global muammoga aylangan. Mana bu zararli odatlar, chekish, spirtli ichimlik iste'mol qilish, hozirgi kunda ko'paygan energetik ichimliklar hamda tez o'zlashtiriladigan uglevodga boy bo'lgan moddalar, shirinliklar hamda ovqatlanish miqdorining buzilishi hamda shunga bog'liq ravishda jismoniy harakatning kamligi orqali kasallikni kelib chiqishi ko'paymoqda hozirgi kunda. Bu kasallikni davolash va diagnostika qilishda eng to'g'ri usul va eng so'nggi usul dastlab EKG ekokardiografiya tekshiruvi hamda eng oxirgi usul hozirgi kunda koronarografiya usuli hisoblanadi. Agar sizda yurak ishemik kasalligi bo'yicha shifokoringiz tomonidan tasdiqlangan diagnoz yoki yurak ishemik kasalligiga shubha qilingan holatlar bo'lsa yoki ko'krak qafasida og'riq, achishish, o'tkazilgan miokard infarkti kasalliklari bo'lsa bizga murojaat qiling. Biz sizga kasallikni aniqlashga va davolashga yordam beramiz.